Bugungi oshimizni ham boshlab oldik. Hozir biz musofir yurtdoshlarimizdan nima uchun aynan Tezpay ilovasidan foydalanishlari haqida savol-javob o'tkazamiz va ularga kichik sovg'alarimizni taqdim etamiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oshimizga xush kelibsizlar. Ismingiz bo'lsa bo'la? Ibrohim. Siz Rossiyada necha yildan beri ishlaysiz? 6 yil bo'ldi salkam. Salkam 6 yil. 6 yil. Nima ish qilasiz? Fabrikada, частный ishlayman. Asli qayerliksiz? Surxondaryoda. Surxondaryo. Rossiyadan uyingizga qaysi ilovalardan pul yuborasiz? Tezpay. Nima uchun aynan Tezpay ilovasidan yuborishingiz sababini ayta olasiz? Kommunalka to'lash qulay. Yana qanaqa to'lovlarda Tezpay ilovasidan foydalanasiz? Kartaga mayda pul kelyapsa, kartaga tashlaymiz. Kommunalka aslida. Boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'larmisiz? O'zim ishlatib ko'pchilikka o'rnatib berganman o'zim. Ibrohim aka, bu Tezpay kompaniyamiz tomonidan sizga kichik sovg'amiz. Bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Agar vaqtlaringiz bo'lsa, kichik suhbat uyushtiramiz. Rossiyada necha yildan beri ishlaysiz? 1,5 yil, 2 yil bo'lib kelyapti. Uylaringizga nimadan pul yuborib turasizlar? Через Hech bir o'ylab ko'rganmisiz, qaysidir ilovadan foydalansa bo'ladi deb? o'ylab ko'rmaganmiz. Tezpay degan ilova bor. Rossiyadan turib O'zbekistonga, Tojikistonga, Turkmanistonga, Qirg'izistonga, umuman olganda 60 dan ziyod davlatlarga pul o'tkazsangiz bo'ladi. Xohlasangiz viza kartalariga ham pul yuborsangiz bo'ladi. Bu kompaniyamiz tomonidan kichik sovg'a sizlarga. Qayerdansiz aka? Xorazm. Xorazmdansiz. Bu yerda ishlashga kelganmisiz, o'qishga kelganmisiz? Ishlashga? Necha yildan beri ishlaysiz Rossiyada? 4 yil, 5 yil. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborishda qaysi ilovalardan foydalanasiz? Aynan nima uchun ulardan foydalanasiz? Bilmayman, udobniy, shu mani kartasi borda. Undan ham yaxshi bir variantlar bor deb o'ylab ko'rganmisiz? Bormikan? Yo'q, qara. 5 yildan beri Rossiya hududida ishlayman. Asli qayerliksiz? Farg'onadan. Farg'onadan. Uyingizga misol uchun pul yuborib turasizmi? Yuborib turaman. Qaysi ilovalardan foydalanasiz? Tezpay ilovasidan foydalanaman. Tezpay demak anchadan beri foydalanasiz. 2 yildan beri. 2 yildan beri foydalanasiz. Xo'p, qarang, misol uchun boshqa ilovalar ham bor, to'g'rimi? Pul o'tkazasiz. Tezpayda qulayroqda. Kommunal to'lovlari, mobil nimalarga, O'zbekiston nomerlariga pul tashlash, shu ilovalari, kommunal to'lovlarni to'lash, pul jo'natish, naqd pul jo'natish, kartalarga pul jo'natish qulay. Boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'larmisiz? Tavsiya qilaman. 2 yildan beri mana shu ilovani ishlataman. Hech qanday muammosi yo'q. Hammaga taklif qilaman. Tavsiya beraman. Nigorbek aka, Tezpay kompaniyasi tomonidan kichkinagina sovg'acha bemalol ochib ko'rsangiz bo'ladi. Ichida faqatgina aynan o'sha sizga kerak deb bo'ladigan maqsadda. Issiq sovuq kunlarda bemalol ichiga choy yoki limon choylar damlab qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Futbolkalarimiz. Sizlar eslab foydalanib berasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Musofir boshingiz bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Ismingiz bo'lsa bo'ladi? Va alaykum assalom. Umar Hoji Bobo. Hoji Bobo. Yoshingiz nechida? Yoshim 73. Sizlarga ham nasib etsin. Sizlar sinfdoshmisizlar, hamkasbmisizlar yo? Biz hammamiz amakilar. Necha yildan beri aynan Rossiyada ishlaysizlar? Endi men shu yerda pensionerman, граждан Rossiyaman. Uyingizga pul yuborib turasizmi? Uydagilarga? Albatta. Oyiga necha marta yuborasizlar? Endi men pensioner, men yubormayman, to'g'risida. Bolalar yuboradi. Alloh mana shu yerda ishlayotganlar hammalarining avvalambor hammalariga sihat salomatlik, bardavom hayot, tinchlik, omonlik. Har doim sog' salomat bo'lib, shu kishilarning ularning klientlari ko'p bo'lsin. Har doim yaxshi ularga xizmat qilib, sallallohu alayhi va sallam Muhammadin va alihi va sahbihi.